Assalomu alaykum. Yana bir bor mana yaxshi Farg'onadagi Farg'ona viloyati Lo'g'on tumanidagi ishimiz, ya'ni fasadagi trementinlarni dars berganmiz. Bilib berishni qaranglar. Alohida temirlar, jinnichasida ekan. Hamma yo'q, parsvet ular, Xudo xolisa. Tosh qarang. Bilib berib turishini ekan. Quyosh tushganda o'ta go'zal bo'lib turibdi, odam ko'zini quvnatadigan bo'lar ekan. Tarafdan var boshqacha turadi, quyosh tushgan tarafda. Mana laklar sepilish jarayoni. Busa robotimiz chiqqani. 2 yil qo'yib ketishgan ekan robotni ham. Lak sepilish jarayoni. Trementinlar qanaqa bo'ladi deb so'raganlar uchun mana effekti. Mana shu holatda sepiladi. O'zi shu holatda bo'ladi. Aytib o'tganimdek, butun O'zbekiston bilan bemalol ustunlik o'qib beramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.